umuman olganda bu sohaga qanday kirib kelgansiz va o'z yaxshi ko'rgan ishimda o'tiribman deb o'ylaysizmi? Marketing sohasi meni hozirgacha qiziqtiradi. Marketing sohasida maza qilaman, chunki intuitsiyam zo'r ishlaydi. Aynan produktni mahsulotni qayerga, qanday ko'rinishda, qanaqa upakovkada berishini, segmentlar kimligini, bozorga qanaqa kiritsa undan kattaroq daromad olishi bu meni eng sevimli jarayonim. Boshlagan ishingizdan rezultatini ko'rasiz, ana o'sha joyida men maza qilaman. Ya'ni bu sohani juda ham yaxshi ko'raman. Lekin sohaga kirib kelishim qiziqish orqali bo'lmagan. Buni o'ziga yarasha ayrim sabablari bor. Deylik, muhtojlikdan bo'lgan. Marketing sohasi lekin meni har kuni, har daqiqada rivojlantiradi va bu sohada men o'zimni juda ham yaxshi ko'rib ishlaydigan soham deb bilaman.